Assalomu alaykum va rahmatulloh. Madina Munawvaradagi xurmo ekish xayriya fondiga biz yetib keldik. Mana 3 ta inson bizga murojaat bilan chiqqandi. Ularga mana xurmo ektirib qaytyapmiz. Qudratov Shavkat, ikkinchisi Qudratov Mirza Rahmat. Uchinchisi Solihov Shavkat. Agar sizlarga shunga o'xshagan murojaatlar kerak bo'lsa, xizmatlar bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu xayriya tashkiloti haqida akamizdan ozgina ma'lumot olsak, aka. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, bu xayriya jamiyati xurmo ekishga shug'ullanadi. Ana endi bu xurmolar o'sha katta bo'lib meva kirgandan so'ng buni mevalari sotiladi va undan tushgan foydalarni, demak, ana shu Saudiya Arabistonidagi va boshqa davlatlardagi yetimlarni qo'llab-quvvatlashga, boshlarini silashga sarflanadi. Demak, bu xayriya jamiyatini emblemasi deymiz, belgisi. Ko'ryapmiz, mana shu holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda kim bir yetimning boshini silasa, men bilan jannatda mana shu 2 barmoq yaqinligicha birga turadi deganlar. Muhtaram azizlar, marhamat, harakat qiling. Ehsonlaringizni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling.